Xo'p, o'sha Alloh rizqini berib turibdimi? Ozmi, ko'pmi? Mana shu rizq berib turgan narsada sobit qadam bo'lish kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning o'zlarining hadislari bor. Agar Alloh subhanahu va taolo sizga bir sohada fath berib yo'l ochsa, o'shani mahkam tuting. Mahkam tuting, hatto o'zi o'zgarguncha ketavering. O'zingizcha tashlab ketmang. Bir ishni boshladingiz, ozmi ko'pmi foyda chiqdi. O'zingizga yetib turibdi, oilangizga yetib turibdi, bo'lib turibdi. Shuni mahkam ushlang. Rasulullohning vasiyatlari shu. Ta'limotlari shu. Bu bo'lib turibdi-yu, falonchiginikidan ozda, men undan ham ko'p qilishim kerak degan gapni qilmaslik kerak. Allohga shukr, shu yetib turibdi. Yana sadoqatli bo'laylik, inshaalloh yaxshi bo'ladi degan gap. Buni qilib, uni qilib, o'zini har tarafga ursa, nima? Haligi mashhur maqol bor, ikki kemaning boshini tutaman degan ish chatoq bo'ladi.